Hammaga salom do'stlar, sizlar Tony X Plays kanalidasizlar. Xo'p, va sizlar bilan The Baby in Yellow o'yinini o'ynaymiz. Yanirog'i o'ynayapmiz. Bu 3-qism. Oldingi qismni ko'rgan bo'lsalaring, yaniroq qismlarni mana bu Sheep va Rabbit ikkita bo'limda bitta qismdan qilganman. Mana Sheepni mana bitta bo'limda bitta qism va Rabbit bo'limini bitta qism qilib ikkita video chiqarganman. Kanalda bor albatta. Va bugun 3-bo'lim Cat bo'limini o'ynaymiz. Xo'p. Demak, biz boshladik. Xo'p, qandaydir xonadamiz va mushuk bor bizni oldimizda. Endi mushukning orqasidan yugurishimiz kerakmi shunda? Ha, yo'q. Ana uni mushuk turibdi. Mushukning oldiga bor, tushunarli. Ha, mana bu yerda qandaydir boshqa xotirma bor. Hop. Buni bu yerga joylasak bo'lar ekan. Menimcha bir xil bo'ldi, tushundim. Bir xil mana bunday shakldagi kitoblarni joyiga qo'yishimiz kerak. Mana bu 4ta nuqta bu yerga, ana 3ta. 3dan bir yana shunday kitoblarni qidirishimiz kerak. Kitob qayerda ko'rdim? Mana kitob. Tushunarli. Hop, ikkita belgili kitob mana bu yerda. Lekin bo'lmadi. Mana bu yerga. Ha, shu yerga ekan. Hop, endi 3-kitob. Mana. Bu juda ham oson, ha? Juda ham oson. Bu yerga. Nega bo'lmadi? Nega? Mana shu joyini xato qo'ydikmi deyman-da. Ularni olib ham bo'lmayapti. Boshqa kitob bormi yana? Mana yana bitta kitob bor ekan. Qani? Buni qo'yib ko'raylikchi. Bo'ldi. 3dan 3. Xo'p, eshik ochildi. Endi biz pastga tushamiz. Bir qulf. Tushunarli. Qani? Ko'mir yoqamiz. Biz ko'mir yoqarmiz. Yana yoqamiz shekilli. Uni ana oxirgi qizil darajagacha olib borishimiz kerak. Bo'ldi. O'tiramiz va yuramiz. Qani bu yerda ham qandaydir bizni qo'rqitadimi? Qulub. Bilgan edim. Mana bu yer ochiq ekan. Xo'p. Biz kirib oldik. Mana eshigini ochamiz. Shu tarafga yuramizmi biz? Qayerdandir ovoz kelyapti. Mana mushuk. Hop. Qandaydir robotcha bor bizda. Unga yangi batareya qo'yinglar deyapti. Batareya. Bu eshiklar hammasi qulf menimcha. Ochiq. Mana yangi batareya. Mana bu xona ham ochiq ekan. Bu yerda qo'lga ilinadigan hech narsa yo'q.
Mana bu robotchaga yangi batareya qo'ydik. Ha, robotchani ushlasak ham bo'lar ekan. Qani? Robotcha ha, bo'ldi, tushunarli tepada. Robot repair. Tushunarli. Shunda biz hozir qayergadir chiqishimiz kerakmi? Ha, mana. Eshik ochildi va tepaga chiqamiz. Mana, robotni bu yerga joylaymiz. Hop, qani. Qandaydir o'yin o'ynaymizmi bu yerda? Ha, boshimiz kerak. Ha, bo'ldi, tushunarli, tushunarli. Ha, bu juda ham oson. Easy. Do'stlar, juda ham easy. Oh. Qani? Ha, ha. Yana bir marta. Qani yana bir marta. Yo'q. Ha. Oh, qiylashyapti. Qani? Ha. Yaxshi o'tayapsiz hozircha. Qani, oxirgisi yaxshi, zo'r. Xo'sh, ha. Newt. Uni ismi Newt ekan. Bu robotning ismi bizga salom beryapti. Bu robotcha menga yoqa boshladi. Ha, mana bu narsani olib kelamizmi Newtga? Bu narsa shu belgini qayerdadir ko'rgan deyman-da. Pastda. Tushunarli. Mana u belgini shu yerda ko'rgan ekanman. Deb. Voy. Bolakay kirishga urinyaptimi? Mana ol Newt. Newt xursand bizdan. U bizni yaxshi ko'rishini aytayapti. Oyoq qismi. Ha, Newtning oyoq qismi yo'q ekan. Newtni ol. Shu tarafga qarab yuramizmi? Ha, mana. Ha, Newtni bossak eshik ochilar ekan. Bu yerda nima bor? Bo'ldim. Hop, bu yerda nima bor ekan? Oh. Voy, nima bu? Qo'sh, buni shu yerga solamiz. Ha, tushunarli. Bu Newtni olsak eshik yopilib qolmasligi uchun ekan, tushunarli. Ha, bu yerni hamma qilsa bo'lar ekan. Newtni bu yerga joylashtiramiz. Buni bosamizmi? Ha, tushunarli. Mana bu yerga kirmadik. Newt mana oyoq qismi bo'lsa kerak shu Newtni. Qani? Bu yerga joylaymiz va endi bosamiz. Oh, Newt xursand bizdan. Qayergadir ketdi. San chiqsak bo'ladimi bu yerda? Sapchib. Yo'q, sakrab bo'lmayapti. Hop. Oh. Bolakay kirishga urinyapti shekilli. Menimcha. Newt qayerda? Newt shu yerda. Newt bizga salom deyapti. Ha. Newt og'zidan qog'oz chiqarib chizib berar ekan nima kerakligini. U gapira olmasa kerak. Gapira olmasa ekan, mana ключ kerak ekan. Ключ berdik unga.
U gapira olmaydi, lekin hushtak chalishni biladi. Newt bizga liftni tuzatib beryapti. Newt. Ha, Newt. Newt. Ol Newt. Ol. Bu Newtni o'zi uchunmidi? Shunchaki ichib yubordi. Yana nima kerak Newt? Ayt. Senga hamma narsani qilib beramiz. Newt, men senga hamma narsani olib kelib beraman. Ha, bolg'a. Ol. Hop, xo'sh. Shu bolakay menga yoqmaydi-da. Hop, menimcha lift ishga tushdi. Newt qo'li gulishsa ekan. Kiramiz. Newt o'zi yo'qmi? Hop, mayli, bosdik. Xo'sh, biz bolakay endi keldi, bu yerga kirdi. Hop, laboratoriy. Tushunarli. Hop, biz qandaydir xonadamiz. Voy, mana bu suratga e'tibor berdingizmi? O'zgardi. Bu bolakayning turqi o'zgardi. Bu yerni ochib bo'lmas ekan. Newt zo'r. Sen eng zo'risan. Qulf. Hamma joy qulf. Hop. Bu yerni yo'q qo'ydik. Bu yerni ochdik. Biz ichkariga kirdik. Nima qilishimiz kerak? Bu yerda tushuntirib qo'yibdi meni. Mana gul. Newt gul quyish kerakmikan? Gul quyish kerak. Suv quyish kerakmikan demoqchi edim, uzr. G'alati bo'ldi. Gulga gul quyish kerak. Bosamiz. Newt nima sepyapti? Biz buni olishimiz kerakmi? Mana bunga o'xshagan narsa ekan, bu yerga joylaymiz. Xo'p, xo'sh. Bu yerni bosamiz ekan. Hop, buni ham bosamiz. Mana bu yerda uchta rang paydo bo'lyapti. Mana burasak bo'lar ekan. Bu yerda qandaydir damlama paydo bo'ldi. Kitobda bolakayni qayerdan topamiz? Bolakayni o'zi keladimi biz oldimizga? Qochishimiz kerakmi yana? Yurmayapti, yo'q. Qochmasligimiz kerak ekan. Yurmadi. Bizning personajimiz. U yana bolakayga aylandi. Buni bolakayga beramizmi? Bolakay. Kalit paydo bo'ldi bolakayda. Kalit paydo bo'ldi. Mana bu yer qulf ekan. E'tibor bermabman. Buni ochamiz. Mana bu esingizdami? Uyda ko'rgan edik. Favqulodda holatlar uchun. Newt o'zini ishini qilib yuraverar ekan bu.
gullarga suv sepib bu yerda ovqatlansak ham bo'lardim. Qani? Yo'q, bu kitob ekan. Ovqatlanishga hech narsa yo'q. Hop, mayli. Oh, mushuk, qora mushukni ko'rdim. O'tirib kirsak bo'ladimi? Yo'q, bas sig'maymiz. Bu yerda kalit bor ekan. Bularni ham ha. Newt qani o'zi? Newt shu yerda. Mana. Buni olishimiz kerak ekan, buni ana u yerga joylashimiz kerak ekan. Menimcha tushungandayman. Qaranglar, olindi bo'ldi. Buni magnetini ichqizib u yerga tiqib yuborishimiz kerakmi shunda? Qani? Bo'ldi. Qani? Magnet bilan bizga tortib chiqardi. Demak, u bundan oldingi kaltim shu yaqin atrofda bo'lgan bo'lishi kerak. Shunchaki biz ko'rmaganmiz. Ya'ni men ko'rmadim. Sizlar ko'rgan bo'lsangiz agar yozib ketingiz o'g'larda. Xo'p. Bu yerda nima bor endi? Newtni bu yerga o'rnatishimiz kerakmi? Newt, qayerdasan? Qani? Newt ketdik. Tushunarli. Buni yoqib qo'yamiz. Newt, yo'qa kel. Newt, joylash. O tepada qandaydir kodli eshik bor ekan. Demak, mana shu shamlarda nimadir bor. Olamiz. Yerga qo'yamiz. Biz topdik. Biz tepadagi belgilarga o'xshash, demak. Newtni sug'ursak u ham to'xtar ekan, tushunarli. Demak, shamlarning oldiga borganda Newtni sug'urib olamiz. Qani? Men shu yerda turibdir. Tepaga chiqamiz. Keyingi belgi. Tushunarli. Newt qayerdasan? Newt yo'q. Newt qayerda? Newt qayerdasan? Bo'ldi. Newtni topdik. Bu ketib qolaverar ekan. Newtni joylashtirdik. Keyingi sham mana bu yerda ekan. Shu yerga ketganda hozir Newtni sug'uramiz. Qani? Newt olin. Bo'ldi. Nimadir tushib ketdi pastga. Kitob tushib ketdi shekilli. Keyingi belgi. Pastga tushamiz. Mana yana sham. Va mana keyingi belgi. Newt bu yoqqa kel. Newt mendan qochyapti. Sen bor. Shu yerda turibdir. Ana shu yerda turibdir bolakay. Eshigini yopib qo'yamiz. Newt. Oldimga kel. Biz tepaga chiqishimiz kerak, Newt. Newt juda ham ajoyib robot ekan. Bu menga yoqdi. Newt. Sizga ko'p yordam beryapti. Tushundim. Qulupmi? Qulup. Tepaga chiqamiz. Bolakay kelib bo'ldi bu yerga.
Hop, endi tartib belgilashimiz kerakmi, farqi yo'qmi? Hop, farqi yo'q bo'lsa, qani qilib ko'ramiz. Shu belgimi? Ha. Yangi belgi mana shumi? Ha, shu. Mana bu yerdagi belgi kamon o'qi. O'q yo'q bu yerda. Yoki to'rtburchakni qilishimiz kerak bu yerga. Dumaloqni ichida to'rtburchak. Va bo'ldi, eshik ochildi. Biz kirib oldik. Bu yerdan pastga tushishimiz kerak. Hop, tushamiz pastga. Bizni yiqitib yubordi bolakay. Discovery is the secret of... Buni ochilar ekan. Bu ana eski zamonlardagi qadimgi fotoapparat. Bu yerni ochsa bo'lar ekan. Kamera, ha bu anoyu tushunarli. Biz suratga olsak bo'ladi. Oh. Bolakayni esdalik uchun suratga oldingmi? Tushunmadim. Mana bu yerda ranglar paydo bo'lib qoldi suratga olganimizda. Eshikni o'qishimiz kerak. Qaynayapti surat. Ha, bu yerga suqamiz. Bo'ldimi? Bu yerga qo'yib qo'yamizmi buni? Va mana. Musiqani o'chirib bo'lmas ekan. Nima qilamiz? Bu yerda bu buzuq edi-ku. Menimcha buni rasmga olsak tushunarli. Menimcha buzuq narsalarni suratga olib, suratini chiqarsak tuzatib beryapti narsalarni. Ajoyib kamera ekan. Ajoyib kamera. Bo'ldimi? Shunda tuzaldimi? Ha, bo'ldi, tuzaldi. Bu yerni bosamiz. Boyagina kameradan qaraganimda shu gul yashnab turgan edi. Menimcha buni ham suratga olamiz. Ha, aytganimda yashnab turibdi. Oldik. Ha, eshikni yopish esdan chiqdi. Xo'p. Bu yerga suqamiz yana. Va bo'ldi. Ha, bizga endi Newt kerak. Newt qayerda? Yoki ha. Newtni chaqirsak o'zi kelar ekan. Newtni menga ko'p yordam etyapti. Newt, sen zo'rsan. Eng zo'risan, Newt.
Niyut sen eng zo'risan. Ochiladimi bu? Ha, ochilar ekan. Ha. Buni bu yerga joylaymiz. Buni bu yerga joylaymiz. Va mana bu kitobda qilamiz. Xo'p, yashil va qizil. Tushunarli. Yashil va qizil. Ana ikkalasi ham mana o asosiy joyga kelyapti. Ha, buni burashimiz kerak. Hop, endi bundan bolakayga berishimiz kerak. Ich bolakay, ol. Bolakay og'irlashdi. Og'ir ekan bolakay juda. Yurishimiz ham sekinlashdi. Bo'ldimi? Bolakay endi shunday qolib ketadi? Yoki o'zgaradimi? Ha, o'z holiga qaytar ekan. Hop, Newt bolakayni olib yurishim kerakmi? Ha, tushunarli. Mana bu quvurlar tushundim, bo'ldi. Men tushundim. Qani bolakay, bu yoqqa kel. It bolakay. Ko'tardik. Mana bu quvurlar orqali bolakayni ana u yerga tezroq olib borsak bo'lar ekan. Agar menimcha qo'limda olib borsam, kuchi ketib qoladi. Hop, bolakay bordi o'sha yerda. Biz kirib oldik. Oh. Boshqacha atmosfera. Juda ham ajoyib. Go'zal. Juda ham chiroyli ekan. Ajoyib. Ha, gul. Flower. Gulni oldiga bor. Biz gulni oldiga keldik va bizga Newt kerak. Bo'ldi. Newtni menimcha jahlini chiqarib qo'ydi bolakay. Mana bu to'pdan bolakayga otishimiz kerakmi? Qani? Ha. Stop the baby. Bolakayni to'xtating deyapti. Bolakay Newt urasanmi? Newt, ol ur buni, Newt. Mayli. Ha, o'ylaganimdek. Va xayr bolakay. Bye bye baby. Newt xursand bo'ldi hozir. Endi gulni oldiga boramiz. Lekin ajoyib joy ekan. Buni qaranglar. Juda ham chiroyli joy. Newt, o'z ishingni qil. Og'ayni. Sen bilan biz yelkadoshmiz, og'ayni. Biz bu yerdan birga chiqib ketamiz. Bolakayni birga to'xtatamiz. Bolakayni. Buni haligi joyga, bolakay bizni kirishimizni xohlamadi, lekin Newt bizga yordam berdi. Newt u bilan birga bir jang qilyapti. Biz yotaveramizmi shunday? Ha. Endi yangi xo'sh, biz uyg'ondik. Bu yangi qism ekan. Xo'sh, ana to'g'rida turibdi, biz ana gulni olgan narsa.
Hamma joy yana o'q. Eshik yopilib qoldi. Newt hali ham bolakay bilan jang qilyapti yoki shunchaki to'xtatib turibdi. Xo'p, pushti va kengisi yo'q-ku. Newt, qaysini bosamiz? Yo'q, bizga qaysini bosishimizni ko'rsat, Newt. Newt. Mayli, tavakkal. Bolakay, bu yoqqa kel, biz senga o'tir bu yerga. O'tir shu yerga. Hop, bosdik. Hop, bolakayga ne berib ko'ramiz bundan. Ana belgi-yu, ana butulkadagi belgi. Hop, nima qilishimiz kerak? Bolakay yonyapti. Bolakayni tushunarli, juda ham oson. Easy, yig'lama bolakay. Bor, sen yaxshi bola emassan. Easy, juda ham oson. Xo'sh. Bu turishi yodimda, og'zini ochib. Yodimda, chunki xonada ham xuddi shunday og'zini ochib turgan edi va mana bu yerda bizni qo'rqita olmaysan bolakay. Newt qo'rqyapti. To'xta, hozir Newt. Newt shoshma. Newt qo'rqma, nega qo'rqasan? Bolakay-ku, oddiy. Ol. Bu yerda eshik paydo bo'ldi. Hoppa, eshikni ochamiz. Buni ketma-ket qilish kerakmi? Chunki qaytib qoldi. O'z o'rniga bosganimda. Bo'ldi. Tinchlandi u. Nima qilmoqchi bolakay? So'zga berdik-ku, uxlamaysanmi endi? Pastga tushib olib chiqishimiz kerakmi yana joyiga ana oltin rang narsani? Qani? Otimiz bor. Qoch! Yo'q! Bu oson bo'ldi lekin. Juda ham oson. Newt, nima qilishim kerak? Newt qo'rqyapti, deyaptimi? Voy! O'ldik. Good night, xayrli tun. Hop, yana bir marta urinib ko'ramiz. Qochdik. Hop, uni aldadim. Yo'q, aldolmabman. Mayli. Yopamiz. Menimcha, bo'ldi, buni ko'rmabman. Eshikni ushlab turar. Newt. Newt bizni ko'tarib tepaga olib chiqyapti. Bo'ldi, bolakay yo'qoldi menimcha. Newt qo'rqyapti, juda ham qo'rqyapti Newt. Newt qo'rqma, nega qo'rqasan? Hop, bu yerdan tushamiz pastga. Hop. Bu yer ochiq ekan. Yana o'sha ko'zlar va yana qandaydir afsun o'qiyapti bu ko'zlar. Tashqariga chiqamiz.
Va, mana. Biz buni yopishimiz kerakmi yana? Ha, yopishimiz kerak ekan. Oh, bir chiroyli joy. Ha, bu ham bo'laveradi. Chiroyli. Ajoyib. Ha, mana. Oldik. Yopdik. Voy, qochishimiz kerakmi? Newtga berishimiz kerak ekan. Newt bizdan tezroq. Ha. Voy, yo'q. Voy, qoch. Yoy, oh, ha, ulgurdim. Voy. Ulgurdim. Bu yerni ochishimiz kerakmi? Ha, tepaga yo'l bor ekan. Newt charchadi. Mayli, dam ol Newt. Qulub, ha, bu yer ochiq. Ha. Buni yana o'rtaga qo'yishimiz kerak. Avvalgidek. Yo'q. Ha, Newt ushlab turadi. Newt, sen zo'rsan. Newt ushlab turadi. Ushla Newt. Uni to'xtatib tur Newt. Biz sen bilan yelkadoshmiz Newt. Hop, u bolakay kuchga to'ldi. Newtni uchirib yubordi. Qochishimiz kerakmi yana? Newtni Newt is gonna. Newt o'ldimi? Yo'q, Newt. Yo'q. Sen menga ko'p yordam bergan eding, Newt. Iltimos, Newt uchun 5 soniya sukut saqlaymiz hammamiz. Uni xotirasi uchun 5 soniya. Newt, sen eng zo'r eding. Menga katta yordam berding, Newt. Newt, yo'q. Sen menga ukamday bo'lib qolgan eding. Bu yer ochiladi. Ha, menimcha buni olamiz va bu yerga joylaymiz ekan. Xo'p. Eshik ochilyapti. Oho, bolakay. Pastga tushirib yubordi. Tepada qandaydir ko'z bizga qarab turibdi. Ah, yo'q. Why did you bring him What did here? you? What? Not this time. Ha, hozir vaqti emas. Buni tushundim. Not this time. Hozir vaqti emas dedi. Voy, bo'ldimi? Thanks for play. Kattakon rahmat o'yinchi deyaptim. Xo'p. Do'stlar, biz sizlar bilan The Baby in Yellow o'yinini o'ynadik. Agar qandaydir xatolar bo'lgan bo'lsa, uzr so'rayman o'yin davomida. Chunki bu meni birinchi let's play'im.
Ya'niroq birinchi o'sha o'yin o'ynab chiqarishim. Agar o'yin yoqqan bo'lsa va ijodim yoqqan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling, kommentariyada o'z izohlaringizni yozib keting. Hop, nima ham derdik? O'yin zo'r. Ikkinchi qismi qachon chiqishini bilmayman to'g'risi. Agar chiqsa, uni ham o'ynab ko'ramiz. Va do'stlar, sizlar Tony Play kanalda edingiz. Uzr, kanal nomini adashtirib yubordim. Tony X Plays kanalda edingiz. Va ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling do'stlar.